Sizlarning prokatingiz rostdan ham zanglamaydimi? Ha, albatta zanglamaydi. Chunki bu ko'p qatlamli korroziyadan himoyalovchi qatlamlarga ega. Masalan, mana ruf qatlamligi bor va polimer qatlamligi. Ular korroziyadan kuchli himoya vositasi hisoblanadi. Sizlarda qanday qalinlikdagi prokatlar mavjud? Bizda buyurtma asosida ishlab chiqaramiz. Rux qoplangan prokatni 0,30 mm dan 1,5 mm gacha ishlab chiqaramiz. Polimer qoplamali esa prokatni 0,30 mm dan 0,70 mm gacha tayyorlab berish imkoniyatimiz bor. Quyoshda rangi o'chib ketmaydimi? Misol uchun jigarrang, kulrang bo'lib qolmaydimi vaqt o'tib? Yo'q, bunday bo'lmaydi. Agar emal qalinligi standartlarga to'liq amal qilgan holda tanlansa, biz barcha dekorativ xususiyatlarni kafolatlaymiz. Prokatni bukish jarayonida ustki qatlami yorilib ketmaydimi? Yo'q, bizning polimer qoplamali prokatimiz 14 dan ortiq sinovlardan o'tadi. Faqat ijobiy natijalarga erishilgan mahsulot realizatsiyaga chiqariladi. Siz uni xohlagan shaklga bukishingiz mumkin. Bunda bo'yoq ajralmaydi va yorilmaydi.